Toshkent modernizm. Parij mashhur Eyfel minorasi va undan atigi 10 daqiqa masofada ulkan, salobatli bino qad rostlagan. Bu joy kuch manbai, jahon madaniyatining elchixonasi, UNESCOning bosh qarorgohi. Aynan shu yerda 67 yil davomida insoniyatning madaniyatini saqlab qolishga qaratilgan barcha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Endilikda esa ilk bor 40 yil ichida barcha delegatlar o'zigisining bosh qarorgohini tark etib, Samarqandga qarab yo'l olishmoqda. Chunki qadimiy Samarqand UNESCOning 43-bosh konferensiyasining faxriy raisi maqomini qabul qildi. UNESCO ro'yxatiga kirish har bir mamlakat va madaniyat mutaxassislari uchun eng yuksak sharaf. Bu xalqaro e'tirof va dunyo miqyosidagi himoya kafolati demakdir. Shu bois UNESCO tarixda ilk bor o'tkazilayotgan ko'chma sessiyasi O'zbekistonda bo'lishi bu misli ko'rilmagan voqea. Bunday qaror tashkilotning o'zi uchun ham katta qadam bo'lib, Samarqandning insoniyat taraqqiyoti uchun muhim markaz ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. UNESCO bu barcha madaniy jarayonlarning markazi. Shuning uchun biz ham shu markazda bo'lishimiz, yangi loyihalar yaratishimiz muhim. Ayniqsa Beruniy mukofoti bunga yorqin misol. Bu mukofot ilk bor Samarqandda topshiriladi. Hozirgi Samarqandda bo'ladigan voqea bu UNESCOning eng katta, eng yuqori darajadagi majlisi va buni O'zbekistonda tashkil etilishi bu O'zbekiston UNESCO o'rtasidagi munosabatlarning juda katta yutug'i. 1945-yildan buyon UNESCOning asosiy maqsadi insoniyat merosini asrashdir. U dunyo mamlakatlarini birlashtirib, yodgorliklar, shaharlar, an'analar, hunarmandchilik, musiqa va raqslarni himoya qiladi. Aynan shu tashkilot xavf ostidagi yodgorliklarni saqlab qoladi, ularni tiklaydi va kelajak avlod uchun insoniyat boyligini asraydi. Shuning uchun ham Samarqandda bo'lib o'tadigan konferensiyaning dunyo miqyosida qanchalik muhimligini tasavvur qilish qiyin. Bosh qarorgoh ichida delegatlar voqeani intiqlik bilan kutishmoqda va allaqachon O'zbekistonga sayohatga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bu konferensiyani UNESCO devorlari tashqarisida o'tkazish ajoyib imkoniyat. Bu ishtirokchilarga dunyo bu binodan kattaroq ekanini ko'rsatadi. Bugungi qabul marosimi Samarqandda bo'lib o'tadigan bosh konferensiya arafasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan tashkil etilgan. Samarqand muloqotlar chorrahasi. UNESCO bosh konferensiyasining bu tarixiy shaharda o'tkazilishi Samarqandning Ipak yo'lidagi madaniy almashinuv markazi sifatida o'rni va ahamiyatini yanada ta'kidlaydi. UNESCO bosh konferensiyasi bu tarixiy shaharda o'tkazilishi Samarqandning Ipak yo'lida madaniy almashinuv markazi sifatida o'rni va ahamiyati yanada ta'kidlaydi. O'zbekiston bo'lajak 43-bosh konferensiya uchun ajoyib mezbon bo'ladi. Men Samarqandga borishni intiqlik bilan kutayapman. Bu mening sevimli, lekin hali ko'rmagan UNESCO meros obyektlaridan biri. Shu kunlarda UNESCOning bosh qarorgohida yana bir bor tantanali kayfiyat. Mehmonlar va diplomatlar uchun haqiqiy o'zbek taomlarini taqdim etishmoqda. Tashqaridan esa Laziz Hamaniyning katta retrospektiv rasmlar ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ha, aynan hozir shu damlarda o'zbekona mehmondo'stlik, sabohat va samimiylik ruhini sezsa bo'ladi. Ikkinchi marta kelishimiz, Samarqandcha osh, somsalar shu yerda ko'rsatdik. Qo'ldan kelgancha. UNESCO bosh konferensiyasi arafasida tashkilot O'zbekistonga o'ziga xos ehtirom bildirdi. Shu kunlarda bosh qarorgoh atrofida Laziz Hamaniyning yirik ko'rgazmasi taqdim etilmoqda. O'zbekiston tirik meros foto loyihasi uchun Hamaniy O'zbekistonga bir necha oylar davomida safarlar uyushtirdi. Natijada O'zbekistonni nafaqat hammaga tanish bo'lgan qirralari jihatidan, balkim yangi estetikasi tomonidan ham ko'rsata oldi. Birinchi safarim davomida meni eng ko'p hayratga solgani mening vatandoshlarim bilan O'zbekiston o'rtasidagi kontrast bo'ldi. Bu mamlakat ranglar, hissiyotlar va hayotga to'la joy. Men Ipak yo'li bo'ylab sayohat qilib, o'tmishda odamlar qanday yashaganini tushunishga harakat qildim. Samarqandga qariyb 200 ta mamlakatdan delegatlar tashrif buyuradi. Konferensiya 30-oktyabrdan boshlab 2 hafta davomida davom etadi. Jadvalda o'nglab yig'ilishlar, ko'rgazmalar va forumlar rejalashtirilgan. Asosiy voqealar qatorida iqlim va ijtimoiy adolatga bag'ishlangan yoshlar forumi, muzeylarda sun'iy intellektning o'rni haqida muhokamalar,
gender tengligini ilgari surish masalalari hamda YuNESKOning keyingi 2 yil uchun byudjetini tasdiqlash marosimi rejalashtirilgan. 11 noyabr kuni Samarqandda konvensiyaga a'zo davlatlarning bosh assambleyasi bo'lib o'tadi. Unda yangi qo'mita a'zolari saylanadi va yo'qotish xavfi ostida bo'lgan bir qator obidalar taqdiri hal qilinadi. Undan tashqari konferensiya doirasida ilk bor UNESCO O'zbekiston Beruniy mukofoti topshiriladi. Ushbu mukofot O'zbekiston madaniyatini va san'atini rivojlantirish jamg'armasi hamda UNESCO tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, sun'iy intellekt etikasi, ilmiy hamkorlik va uning amaliy qo'llashiga bag'ishlangan tadqiqotlarni e'tirof etish maqsadida taqdim etiladi. Undan tashqari shu kunlarda jamg'arma bir qator simfonik va elektron konsertlar, katta ko'rgazmalar hamda taqdimotlarni tayyorlagan. Tashkilotchilar ogohlantiradi. Dastur nihoyatda boy va sermazmun. Tarixiy hodisaga oz vaqt qoldi. Dunyo Samarqandga kelmoqda. Samarqand esa dunyoni kutib olishga tayyor.